Assalomu alaykum. Garnir uchun mana shunaqa dona-dona sochilib chiqadigan guruch tayyorlab ko'ramiz. Guruchni 1 soat davomida yuvib olamiz. Qizib turgan qozonga 300 g yog'ni solib, qizdirib olib, guruchlarni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Men 5 kg guruch uchun 60 g tuzdan foydalandim. Hamma yog'i yaxshilab bir xilda qizib qovurilib bo'lgandan keyin 2 litr suvni solib, qopqog'ini yopamiz. Birinchi baland olovda qaynab chiqqandan keyin past olovga qo'yib 20 minut davomida parlatib olamiz. 20 minut dimlangandan keyin qopqog'ini ochib, guruchni bitta yaxshilab aylantirib olamiz. Yaxshi me'yorda par yegan guruch mana shunaqa birinchi aylantirish o'zida hamma yog'i bir xilda prozrachniy bo'lib chiqadi. Birinchi ag'darganimizdan keyin guruch deyarli pishgan bo'ladi, faqat tagiga olmaslik uchun yana 100 g suv quyamiz. Har kim tabiga ko'ra ustiga sariyog' qo'yib ham dimlashi mumkin. Sariyog' guruchni yana ham mazali va mayin bo'lishiga yordam beradi. Olovni mana shunaqa past qilib qo'yib yana 20 minutga dimlaymiz. Yana 20 minut par yegandan keyin guruch yana ham oyoq qo'llarini cho'zib mana shunaqa uzun-uzun bo'lib chiqqan bo'ladi. Guruchimiz iste'mol uchun tayyor. Buni go'sht sayto, saysokoro, sumboro, yampan yoki tushunkalar bilan podacha qilsa bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa xursandman.